Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar. Mana Andijonning Jahon mebel bozorida ishlarimiz ham qolmadi. Xudo xolasa chiroyli holatda obzorlarimizni birin-ketin boshlab boramiz. Xudo xolasa birin-ketin qilib ishlar obzor holatlarini olib kelib beramiz. Kimga qanaqa svetni yoqadigan bo'lsa, chiroyli holatda qilib yasab ham beramiz. Bir chekkadan boshlasak, uzunligi 2 metr, bo'yi ham 2 metr bo'ladigan narxi Andijon bo'ylab dastlabki ustonovkalari bilan 2 million so'm, 2 million so'm va 170 so'raganlarga esa 1 million 800 ming so'm, 1 million 300 ming so'm, 2 million so'm, 2 million va 2 million men orqasına qilib qo'yganimiz sotildi, egasi yerda gap ketadi. Bunimiz 2 kira holati, bu ham 2. Buni narxini aytadigan bo'lsak, akril materialda, laminat emas, akril Pixstonovdan chiqqan. Buni narxini esa 2 million 300 ming so'm. Andijon bo'ylab va bunimiz esa 1 million 800 ming so'm, 2 million so'm, 2 million so'm. 1 metr so'raganlarga esa mana obunachilar bunimiz 1 million 300 ming so'm. 2 metr so'raganlarga esa 3,5 million so'm. Kimga qanaqa svetda ishlar xohlovchilar bo'lsa, xohlagan turida, xohlagan svetlarida yasab chiroyli qilib qo'yib beramiz obunachilarga. Bunimiz 2 million so'm, 2 million so'm, aytib o'tildi 1 million 800, 1 million 800. Kimga qanaqa svetda 1 million 800 dan yaxsara 3 oz 1 2 3 tanlab oling kelib telefon qilsanglar ham, aloqaga chiqsanglar ham chiroyli holatda qilib bera olamiz. Bu 2 qirg'imiz esa 2 qirg'i holatimiz biza obunachilarga aytib o'tamiz. 2 qirg'i holatini 1 million 900 ming so'm. Mana shuni 1 million 900 ming so'm berib o'ramiz. Va 1 million 900 ming so'm. Kimga qanaqa svetda desa, as svetda qilib chiroyli qilib yasab beramiz.